Assalomu alaykum barchaga. Mana web kanalga xush kelibsizlar. Bu videoda sizga video preview'dan ko'rganingizdek Telegramning o'zida sarmoyasi pulishisi bo'ladigan ajoyib Telegram bot ko'rsatib o'taman. Bu bot orqali biz oddiygina kanallarga obuna bo'lib yoki biror bir postni ko'rish orqali rubl valyutasini ishlab olishimiz mumkin bo'ladi va buni bemalol chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi va bu 100% sarmoyasiz hisoblanadi. Qani bo'lmasam o'sha proyektga o'tamiz. Undan oldin do'stlar, men Telegram kanalim mavjud. Bunga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham ko'p narsalardan boxabar bo'lib turasizlar. Silkasi video kommentariyasida bo'ladi. Xo'p, bizga mana shu Telegram degan Telegram bot kerak bo'ladi. Bu Telegram botga silka orqali o'tasiz. Buni ham silkasi video kommentariyasida va video opisiyaniyasida bo'ladi. Telegram kanalimdan ham topsanglar bo'ladi. Start bosasizda, start bosgandan keyin mana bunaqa sizlarga kichkinagina kapcha beradi. Ya'ni bu yerda 3 ga 4 ni qo'sh deyapti, bu yerda 7. Добро пожаловать deyildi. Endi bu yerdan buni bosamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizda pul ishlash va o'zimizning kabinet va partnyor va yana ikkita bo'lim mavjud. Bizga eng kerakli bo'lim bu yerda заработать bo'limi. Xo'p, o'shandan boshlab ko'rsatib beraman. Заработать ga kiramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchisi bu kanalga obuna bo'lish, ya'ni подписаться на канал. Har bitta kanalga obuna bo'lganimiz uchun 15 kopeykadan beradi. 10 ta kanalga obuna bo'lsak, 1,5 rubl o'zi bizning hisobga yoziladi. O'zi 100 ta kanal bo'lsa 15 rubl bo'ladi. Xullas, подписаться на канalni bosamiz. Mana bu yerdan birinchisini bosamiz, перейти к kanalni bizning Telegram kanalga olib o'tadi. Bu yerga подписаться bo'lamiz, orqaga qaytamiz va ikkinchisini bosamiz, ya'ni проверить подписку. Mana уже bizda подписка, ya'ni tekshirildi, obuna bo'lganimiz tekshirildi. Endi bizda 15 rubl уже bizning hisobga kelib tushdi. Biz yana подписаться еще ni bosadigan bo'lsak, yana Telegram kanali chiqib keladi. Ustiga bosamiz, bunga ham obuna bo'lamiz, qaytamiz va проверить bosamiz. Xullas, mana shunday qilib mana ketaveradi. Xo'p, endi biz keyingi ikkinchi bo'limga o'tamiz, ya'ni заработать bo'limini qaytadan bosib, bu yerda ikkinchisi bu смотреть posты. Post bularni biz ko'rishimiz uchun bizga 0.02 kopeykadan beradi. 100 ta post ko'radigan bo'lsa 2 rubl bo'ladi. Bosamiz, o'zini mana shunaqa post kanali mavjud, bunga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ko'rish juda ham oddiy. Mana hozir chizib ko'rsataman, qaranglar. Mana har bitta post tagida mana shunaqa dollarchani qop dollarning rasmi bilan tugma bo'ladi. O'shaning ustiga bosasizlar, sizlarga ko'riladi. Misol mana bosamiz, mana 0.2 berildi, уже сразу o'tamiz. Bunda mana yana bitta bosamiz, yana berildi. Yana bitta bosamiz, yana bitta berildi. Xullas, juda ham oddiy ko'rganingizdek. Keyingisi bu do'stlar, botga start bosish. Bu ham xuddi o'shanaqa kanalga obuna bo'lgandek bir xil bo'ladi. Bosasizlar, o'zi bir botga sizlarga silkasini beradi. O'sha silkaga o'tib botga start bosasizlar va 0.15 kopeyka balansiga olasizlar do'stlar. Keyingisi bu gruppa ham xuddi kanal bilan bir xil. 5-bo'lim bu zadaniya deb qo'yibdi. Ya'ni zadaniya bir xil zadaniyalar bo'lishi mumkin. Lekin men bu zadaniyani bajarmaganman, chunki menga bir ikkitasida уже pul to'lab bermagan. Bu zadaniyani bajarganim uchun unchalik qiziq qolmagan. Xohlovchilar bo'lsa bemalol bajarib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda nima qilishlarini hammasini to'liq aytib yozib qo'yadi. Tarjima qilib bemalol Google Translate'dan foydalangan holatda zadaniyani bajarsanglar bo'ladi va oxirida bajarganlardan keyin albatta o'sha screenshotini so'raydi. O'sha screenshotini albatta mana shu botga tashlashingiz kerak bo'ladi. Xullas, o'shanaqa pul ishlash yo'li do'stlar. Oxirgi bo'lim bu yerda bonus mavjud, ya'ni kuniga 0.06 kopeyka olishimiz mumkin bo'ladi har kuni. Bosasizlar, получить bonus va bu yerdan hozir bitta kanalga obuna bo'lamiz. Mana o'zini chatiga obuna bo'ldik, orqaga qaytamiz. Mana получить bonus bosasizlar, mana o'sha bonus bizga berildi. Keyingi bo'lim bu yerda продвижение bo'limi. Bu yerda o'zingiz bu botga reklama bersangiz bo'ladi. Har xil narsalarga ko'rishingiz mumkin. Postga, kanal, bot, gruppa, avtoprosmotr, xullas har xil narsalarga o'zingiz mana shu botga reklama bersangiz bo'ladi. Misol uchun Telegram kanalingiz bor, Telegram kanalingizga живой obunachi yig'moqchi bo'lsangiz, mana shu botga o'zingiz kanalingiz bilan qanchadir pul bilan kirasizlar va mana shu yerda reklama berasizlar. Sizga o'xshagan mana shu botda zadaniya bajaradiganlar kanaliga obuna bo'lib, botda pul ishlashadi, lekin sizning kanalingizga obunachisi ko'payadi. Xullas, shunaqa nakrutka turi hisoblanadi. Bu yerda 3-bo'lim, bu yerda partnyor bo'limi mavjud. Partnyor bu referallar orqali pul ishlash. Bu yerda har bitta referal chaqirganingizda qanchadir bonuslarni olishingiz mumkin bo'ladi. Kopeykalarni beradi. Misol, birinchi uровень, ya'ni bitta referal chaqirasiz ekan, referalingiz mana shu o'yinda ikkita bonusni olgandan keyin, 2 marta kunlik bonus olgandan keyin sizga 1 rubl berar ekan. Undan keyin unchalik ko'p bonuslari yo'q ekan do'stlar, 15%. Bu referal orqali ham biroz qo'shimcha daromad qilsanglar bo'ladi. Oxirgi bo'lim bu yerda abote bo'lim mavjud. Bu yerda botning o'zini statistikasi, botning o'zini chati
va pul chiqarayotganlarni ko'rsatib beradigan administratsiyasi va bemalol o'zi bilan, ya'ni bot adminlari bilan suhbatlashish uchun bo'limlar mavjud. Buni bemalol o'zinglar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Men ko'rsatib o'tmagan bo'lim, bu yerda mo'y kabinet bo'limi mavjud. Mo'y kabinet bo'limiga kiramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Sizni hamma statistikangiz ko'rinib turadi. Hozir sizlarga bir narsani ko'rsatib o'taman. Qaranglar, men shu paytgacha 159 ta gruppaga obuna bo'lgan ekanman do'stlar. Ya'ni kanalga obuna bo'lganman, 778 ta post ko'rganman, 56 marta bonusni olgan ekanman do'stlar. Va hozirgi kundan balansimda hali 1 rubl ham yo'q. 16 rubl pul chiqarganman. Patrachina 81 rubl. Bu 81 rubl menimcha reklama uchun ishlatganman. Bizda ko'rishimiz mumkin. Umumiy hisobda 100 rubl mana shu bot o'zidan oborot qilingan ekan, ishlangan ekan, lekin chiqarib olinmagan. Chiqarib olingani 16 rubl do'stlar. Ko'rganingizdek, sarmoyasiz 100 rubl. Shunday ishlangan, даже bundan ko'p ishlatsa ham bo'ladi. Men bu botni hozir start bosdim, lekin bu botga men adashmasam 1-2 yilcha oldin kirganman. Bot to'g'risini aytsam, menimcha 4 yil bo'ldi bu botni borligiga. Men 2-3 ta Telegram akkauntim mavjud, esimdan ham chiqib ketgan, kirganligim yoki boshqasi, o'shaning uchun hozir kirib ko'ryapman. Xolos, mana shu botni sizlarga bu videoda ko'rsatib o'tmoqchi edim. Silkasi video kommentariyada bo'ladi. Telegram kanalida ham topsanglar bo'ladi. O'tinglar, sarmoyasiz mana shunaqa oddiy zadaniyani bajaringlar. Telegram hammadan mavjud. Shunchaki oddiy vazifalarni bajarib, rubllarni sarmoyasiz ishlab olishingiz mumkin bo'ladi va pul chiqarish do'stlar, pul chiqarish mana ko'rganingizdek per ham yongan mavjud. Minimalga 15 rubldan tashkil qiladi. Bemalol bu botdan pul chiqarib olsangiz bo'ladi va 100% to'lab beradi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.